Taniqli xonanda haqida hozirgina shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston xalq artisti Sevara Nazarxon 23-dekabr sanasida 49 yoshni qarshi oldi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodi yo'liga nazar solamiz. Sevara Nazarxon 1976-yilning 23-dekabrda Andijon viloyatida tavallud topgan. U oilada o'rtancha farzand bo'lib, uning opasi va ukasi bor. Xonandaning hikoya qilishicha, uning tug'ilishi klinik o'lim bilan kuzatilgan. Biroz vaqtdan so'ng hayotga qaytgan. Sevaraning hayotida o'zgarish yuz berdi. Avvalgi hayotidagi bu mudhish hodisa sababli unga Umida deya ism qo'ygan otasi barcha ko'rgiliklar ortda qolgach, qizim sevimli bo'lsin deya uni Sevaraga o'zgartirgan. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarda uning ismi Umida Nazarxonova bo'lgan. Shu sababli maktabda uni hamma aynan Umida deb bilgan va bu Sevaraga yoqmagan. Pasport olayotganda u ismini Sevara deya qayd etgan. Xonanda bolaligida Farg'onadagi buvisining uyiga ko'p borgani va eng shirin xotiralari o'sha yer bilan bog'liq ekanligi haqida ham so'zlab bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, xonanda Xudoyorxonning 8-avlodi hisoblanadi. Xonanda intervyulardan birida bir necha yil avval pul topish uchun ipodrom Chilonzor buyum bozorida choy sotgani haqida aytib bergan. Ba'zan menda so'rashadi, auditoriyangiz, muxlislaringiz boshqalarnikidan farq qiladi. Bu natijaga qanday erishgansiz, ularni qanday topasiz deb. Shu payt men 2 yil ipodromda choy sotgan davrlarimni eslayman. Bu hayotimdagi eng muhim va qo'rqinchli damlar edi. Onam ikkalamiz idishlarni yaxshilab yuvib, yoniga muz qo'yib choy sotardik. Bu bilan nima demoqchiman? Men har doim oddiy odamlar qatorida bo'lganman. Hozir ham shundayman. Boshqalardan farq qilaman deb o'ylayman. Ko'chada tanib qolishsa, ha, bu yoqimli holat, xursand bo'laman, lekin men ham boshqalar singari oddiy odamman, deydi xonanda. Xonanda bolalikdan san'atga qiziqqani, Sherali Jo'rayevning muxlisi bo'lgani va moliyaviy qiyinchiliklar bilan Toshkentga kelgani haqida so'zlab bergan. Bolaligimdan Sherali Jo'rayevning muxlisi bo'lganman. Uning qo'shiqlarini eshitib ulg'ayganman desam ham bo'ladi. Sevara Nazarxon 1998-yilda O'zbekiston Davlat konservatoriyasiga o'qishga kirgan. U talaba bo'lib bilan birga yakkaxon ijrochi sifatida ham faoliyatini boshlagan. Undan avval Tesolov va Siberis guruhida faoliyat yuritgan, ammo u yerdagi natijalardan ko'ngli to'lmagan. 2000-yil Sevara Nazarxonga nihoyatda omadli keldi. U Nihol nomidagi davlat mukofoti qo'lga kiritdi. Oradan 2 yil o'tib esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mukofoti bilan taqdirlangan. Xonanda ijod bilan bo'lib turmush qurishga shoshilmaydi. U 30 yoshida Bahrom Pirimqulov bilan oila qurgan. Ularning to'yi O'zbekiston mehmonxonasining yozgi restoranida bo'lib o'tgan. Aslida kuyov o'zbek, ammo o'sha yillari xonandaning o'sha millat vakili bilan oila qurgani haqida mishmishlar tarqalganda. Xonandaning shaxsiyati ham ijodi kabi o'ziga xos. U boshqalarga o'xshashni istamaydi, hatto intervyu berish bilan bog'liq qarashlari ham bor. Ijodimning ayrim pallalarida ma'muriyatdan intervyu bermaslikni, bunaqa takliflarni qabul qilmaslikni iltimos qilaman. Ijodimda biror yangilik bo'lganda, yangi albom chiqarayotgan bo'lmasa, yangi konsert berayotgan bo'lmasam, shunday qilaman. Aravani quruq olib qochish bilan o'quvchilarni ham, tinglovchilarni ham urintirib qo'yishni istamayman. O'zbekistonda juda ko'plab beri yangi albomim chiqqan. Yo'q. Konsert ham berganim yo'q. Nimalar haqida intervyu berishim mumkin? Siz yoqtirgan taom qaysi? Choyni xush ko'rasizmi? Ayronnimi? Kun tartibingiz qanday degan savollarga javob berishni yoqtirmayman. Boshqa san'atkorlar haqida
nima o'ylashim va shunga o'xshash savollarni ham jinim suymaydi va aksincha o'zbekcha albomim chiqsa yo Toshkentda konsert bersam xursandchilik bilan kerilib o'zim bu haqda so'zlab beraman. Bitta narsaga ishoning va eslab qoling. O'zim hammangiz intervyu berishga chaqiraman, deydi xonanda O'zbekiston Airways jurnaliga bergan intervyusida. Sevara Nazarxon xorij sanasiga intilishdan xonandalar toifasiga kiradi. U rang-baranglikni yoqtiradi. Shu bois til o'rganishga intiladi va farzandlari ham xorij tillariga mukammal so'zlashadi. Xonanda oilasi bilan Londonda yashagani uchun rus, ingliz va fransuz tillarini bemalol so'zlashadi. Ayni damda o'g'li Dengiz Londonda tahsil oladi. Xonanda esa qizi Iymon Anvar bilan Toshkentda yashamoqda. Qizi Toshkentdagi xususiy maktabda tahsil oladi. U ingliz tilida bemalol so'zlashadi. Shu bois oilada shu tilda muloqot qilinadi va darvoqe xonanda qizini 40 yoshida dunyoga keltirgan. Hamma bolalarim menga o'xshatadi. Ammo men ko'proq ulardek bo'lishni istayman. Hamisha ulardek mehribon, samimiy va sho'x bo'lishni istayman deb yozadi u Instagramda. Sevara Nazarxon 2000-yildan boshlab Londondagi Universal Music studiyasida hamda dunyoga mashhur xonanda va prodyuser Peter Gabriel bilan hamkorlik qilib kelmoqda. 2003-yildan boshlab xalq qo'shiqlarini Pop Police yo'nalishida ijro eta boshladi. Uning ijrosi to'laqonli maqom ijodiga qiyoslash san'atshunoslik noqulay nuqtai nazardan noto'g'ridir. U Golos, Vishka, Tosh, Tansi va Zvezdami kabi rus tili loyihalarida ham qator yutuqlarga erishgan. Bundan tashqari u o'z ovozi bilan dunyoni zabt etgan osiyolik 15 nafar xonanda ro'yxatidan ham joy olgan. 2004-yil BBC Radio 3 World Music Awards mukofotini qo'lga kiritgan. Bu mukofotni birinchi bo'lib qo'lga kiritgan o'zbek xonandasi hisoblanadi, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga doimo eng so'nggilarini namoyish etib boramiz. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizda qolishingizni so'rab qolamiz.